Assalomu alaykum. Everest 7 ot kuchli yangi partiyalarimiz kirib kelgan, ko'rishingiz mumkin. Sonlari cheklanmagan miqdorda kelgan. Donaga ham, optimga ham xudo xolasa bemalol ishlab qilib beramiz. Skladimiz Toshkentda, Sobirahim Do'mbrobodda. Endi Everest 7 ot kuchli yangi partiyalarimizni ko'rishingiz mumkin. Baklari 4 litr benzin oladi. Bu yo yaponiskiy yo germaniskiy emas, hammasi 100% Xitoy. Yolg'on gapirmaymiz biza. Germaniskiy yo yaponiskiy deb ko'rishingiz mumkin. Xitoy mahsuloti. Bu original firma. 2016 dan beri bu Everest firmamiz kirib kelgan bozorga. Everest 7 ot kuchiga ega bo'ladi. Baklari 4 litr benzin oladi. Baklarga ko'rishingiz mumkin, o'yib yozilgan holatda bo'ladi. Glushtirlari ham katta, vozuq filtrlari ham katta. Ko'rishingiz mumkin, moy soladigan joylari hatto o'zini metkalari bilan qo'yib qo'yibdi. Minimum, maksimum. Mana shu yergacha moy holatini to'ldirib qo'yish kerak bo'ladi. Katta vozuq filtrlar bilan jihozlangan. Endi bu 7 ot kuchligimiz avtomat korobka bo'ladi, mexanika korobka emas, avtomat korobka bo'ladi. Skorslari 2 ta skorsli bo'ladi. Oldiga 2 ta skors, orqaga 1 ta skors bo'ladi. Avtomat korobka bo'ladi. Bosgan payti yuradigan bo'ladi. Vomlarga keladigan bo'lsak, vomlari bor. Vomlarga bemalol karcher ulab ishlatsa bo'ladi. Qoziqlari ham katta qoziq bilan jihozlangan, kichik qoziq emas. Balon buni 2 xil varianti bor. 4 ga 8 varianti bor, 4 ga 10 varianti bor akalar. Endi original motoblok deb sotishadi. Farqi, misol uchun taroziga torttirib ko'ringlar. Freza, kulush hamma yog'ini qo'ydirib, shu payti og'irligini bilasizlar. Bu bizning motoblokimiz 74 kilogramm chiqadi. Yashiksiz holatda, taroziga tortganda, yig'ilgan holatda, o'zini 32 ta pichog'ini qo'ygan holatda 74 kilogramm chiqadi akalar. Ko'rishingiz mumkin. Hatto korobkalarga o'yib yozilgan. Endi ko'rishingiz mumkin, buni pichog'i ham Excalibur zavodimiz, temir kapot, original firma. Bu 2013 dan beri kirib kelgan motoblokimiz. Pichoqlari Excalibur motoblok zavodi beradi. Ko'rishingiz mumkin. Pichoqlari ham pechatli variantda bo'ladi. Original firma. Endi hatto misol uchun balonigacha o'yib yozib bergan. Nima qilib bergan deydigan bo'lsangiz, zavod ishlab beraveradi, muammosi yo'q. Endi moydachik deb so'rashadi. Endi bu juda katta ahamiyatga ega emas. Bu moydachliklari bilan jihozlangan. Ko'rishingiz mumkin. Moydachik miyalari bor akalar. Endi narxlariga keladigan bo'lsak, akalar, narxlari buni 4 ga 10 balonlik variantining narxi 3 million 700 ming, 4 ga 8 lik varianti 3 million 600 ming. Bu nimalar qo'shib beramiz? O'zini original pichoqlari chiqadi, 32 talik pichog'i chiqadi. Shuni qo'shib beramiz. Bitta plug, bitta ochar ham shu narx ichida qo'shib beramiz. Men bu varianti 4 ga 8 varianti, men bunisi 4 ga 10 variantda bo'ladi. Bemalol kelsangiz bo'ladi. Narxlari 3 million 700 mingga 3 million 600 ming, bitta plug, bitta kichik ocharlarni qo'shib beramiz akalar. Mana ko'rishingiz mumkin, bitta korpus plugini, bitta ocharini qo'shib beramiz akalar. Misol uchun boshqa joyda bizning firmani yomonlab sotadigan sotuvchilar bor. 2 million 500 ming, 2 million deb yolg'on gapirib, 2 million 700 ming deb sotadi. Bemalol olaveringlar. Qo'rqmasdan, sifatlari zo'r motoblok, original firma bo'ladi. Moydachliklari hamma yog'i bor akalar. Xo'p, skladimiz Toshkentda, Sobirahim Do'mbrobodda. Telefon nomerlarimiz 93 lik 136 66 66, 94 lik 140 08 08.